Nice one. It's not the house. Endi bu manzarani qarang. Voy. Ochkiza. O'zbekiston his qilarkanmizmi yo? Bu mevalar O'zbekistondan ketilgan ekan. Yo'q. Menda yana ekstra narsa bor. Nima bu? Mana biz yo'lga chiqdik. Bolalar dadasi qoladi. Men esa ketyapman. Shoshilib keldim. Mana biz chiqib oldik. Yo'lda ketyapmiz. Hali 2 kishimiz. Hali yana davomimiz bor. Sayohatimning birinchi mehmoni Rodopa bo'ldi. Men hozir ko'rishdik, Nurumberga keldilar. Xayr bilan o'zbeklarimiz Qadirlikka yo'l oldik va yo'lda shunaqa o'zbek qizlarni uchratib qoldik. Bitta joyda hozir ketyapmiz. Salom berib o'zbekcha gapirib kelishdi va biz uchrashdik. Biz keldik. Heidelberg. Gulxoyo. To'xtang. Biz blogerlarmiz. To'xtang. Men olyapman-ku. Mana bu yoqda bittasi. Mana bu yoqda bittasi. Qanaqa Gulxoyo? Ucha issiqsiz a? Ucha. Yo, taftiz issiq. O'zi kichkina qiz ekan. Hamma shuni deydi. Kichkina. Real hayotda. Mana. Hammamiz taniylar. Rum tur. Vokzalda o'zbek qizlari bilan xayrlashib, so'ng chamadonlarimizni qo'yish uchun mehmonxonamizga keldik. Mehmonxonada bu yerda rum tur qilganman, ko'rishingiz mumkin. Ozroq cho'ziladi. Biz shundoq kirishda italyan uslubida stolchik ko'rishingiz mumkin. Shunaqa uslubda oyna. Bu yerda mana uslubni qarang. Keling siz bilan ochamiz. Mana shunaqa bizda manzara. Mana bizning mehmonxonamizda hol qismi. Qarang qanaqa katta panoramik derazalar ostida. Mana bu yerda seminarlar o'tilar ekan. Suv olishga kirdik. Qizlar kichkina eventga keldik. Katta konferensiyalar qilishga nasib qilsin. Ilohim, bugun shular ustida suhbatlashamiz inshaalloh. Nasib bo'lsa, Inshaalloh. Villa Toscano. Endi esa Heidelberg shahrini go'zalligini ko'rish uchun uchovlon otlandik. Biz 4-chimiz va 5-chimiz ham keyin bizga qo'shildi. Hozir ko'rishingiz mumkin. Yo'lda Heidelberg shahrining go'zalligini tomosha qilib, avtobus ichida ketdik. Biz Heidelberg markazida turibmiz. Bizni vaqtimiz yo'lda o'tib ketdi, u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa. Bizda asosiy bosh rolda yo'l boshlovchi Gulxoyo bosh rollarda. Va mana shunaqa go'zal
qarang. Germaniyani 38 gradusli issig'ida bu O'zbekistonni bilishingiz uchun 46-47 gradusga to'g'ri keladi, balkim 50 gradusdir. To'g'risi, shunaqa issig'da biz Haydarбек shahrini go'zalligini tomosha qilish uchun mazza qilib aylandik va bu issiq bizni to'xtata olmadi. Shu ichimlik uchun reaksiyalarni takrorlab o'ylayman. It's very nice one. It's not the healthy one, but I love it. I really love it. It's like really American one. So, oh my god. Bu orada Yeah, bizga different- Saodat qo'shildilar. Saodatni rasmini qo'ya olmayman, chunki Saodat yuzlarini ko'rsatmasdan germaniyalik Saush blogi ostida faoliyat yuritadilar. Instagramda, YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Shunaqa shirin taomlar tayyorlaydilar. Italiya. Ikkinchi Italiya. Italiyaga borganmiz. Borganman. Siqilyapman, bormagan bo'lsam. Sizlar hozir masjidga o'tirsak, kim tursin? ishlaganman men. O'g'limni restoranda. Yo'g'i? Xo'jayinim bilan adajon bilan o'g'limni dans ishlatdi. Mana bittasi qilib yuraylik qizlar. Salqinda. Bunaqa chiqib qolsa shunaqa. Chiroyli. Undan ham chiroyli ekan. Ketib yuringlar. Yo'q, u qorong'i lekin oldiroq yaxshi. Ana Ice Roma mana shu yoqda ko'rganmiz boya. Gulhayo. Mamchi qarang, shu mamchi sal spokойнeyroq, ha? Ha. Gulhayo. Kramatsiz Linti magazini bor. Endi shu biz to'raolon Ice topolmayapmiz u. Haykali bor. Ha, mashhur ekan. Ketdik qizlar shitga boramiz. Ketdik. Bir yo'l qaytib kelmaymiz keyin. Men tarixini aytib beraman sizlarga hozir u maymunni. Men bunaqa ekan. So'roq qo'yib, lekin bildingizmi? Nima? So'roq qo'yuvdingizku maymun. Bekorga maymun haykali haqida gapirmadik. Mana siz ko'rib turgan chiroyli maymunjon omad ramzi hisoblanar ekan Haydarбекda. Haydarбекda kimki tashrif buyursa, aynan mana shu maymun bilan rasmga tushish kerak ekan. Bu bilmadim, juda ham mashhur joy hisoblanar ekan. Haydarбекdagi bu ko'prik ostida taxminan 4 soatcha qolib ketdik. Saodat tomonidan tayyorlangan mazali somsalarni, tandir somsalarni souslari bilan, o'sha yoshlikni eslatuvchi soklar bilan mazza qilib yedik. Qoq o'rtasida O'zbekiston bayrog'i. Kim nima desa desin, futboldagi jahon chempionati nima berdi? Vatanimiz bayrog'ini ko'rganimizda Germaniya ko'chalarida o'zbek ekanligimizdan faxr, g'urur, o'zbegoyim ekanligimizni his qildirdi-da, bir so'z bilan aytganda. Buni oddiy so'z bilan tasvirlash qiyin. Buni musofirdagi o'zbek bo'lib turib, bayrog'ingizni shunaqa Germaniya ko'chalarida, musofir yurtda ko'rishingiz bu umuman boshqacha his tuyg'u berar ekanda odamga. Aski taqadiganlar taqvo olinglar. Bu orada bizga Madinaxon qo'shildilar va biz 5 olam bo'lib 5 ta o'zbegoyim Haydarбекning butun go'zalligini ko'rish uchun Haydarбек shlosiga, Haydarбек qasriga chiqib boshladik. Soat taxminan 8-9 lar orasi, quyosh botish arafasida va biz tepalikka qarab chiqdik. Mana o'z ko'zlaringiz bilan ko'ring. Taassurotlar necha foizli darajada charchadinglar? Aldamay. Aldayaptilar Gulhayo. Usain Boltni fanatiman. Qachon tanimaylik. Usain Boltni fanatiman. U hayronimizning eng tezkor odami. Rekordni hali hech kim yangilamagan eng tezkor odamiga fanat bo'lgan. Go'zallik mana shu qismda deb o'ylagan ekanman, xato o'ylabman. Eng zo'r go'zalligi, eng chiroyli go'zalligi hali oldinda, shoshilmasdan kutib turasiz endi. Ishda o'zbegoyim birgalikda vaqt o'tganini va qanaqa qilib chiqib qolganimizni ham bilmay qoldik. Hali yana ozroq yurar ekanmiz va mana o'sha go'zallik. Go'zallik qani.
Taxminan 2 soatcha mana shu go'zallikni tomosha qildik. Sizlarning reaksiyasidan ham ko'rishingiz mumkin. Bizni qanchalik emotsiyamizga kirib borganini bu go'zallik. Quyosh botgandi, lekin bu go'zallikni ko'rishga arziydigan eng zo'r vaqt bo'ldi deb ayta olaman. Va bu go'zal ertak bilan xayrlashib, mehmonxonamizga yetib oldik va kechki soat 12 dan keyingi desertxo'rlik boshlandi bizda. Ko'rishingiz mumkin. Soat 11 da. Shu o'tirishda 3 gacha o'tiribmiz va 4 dan keyin uyquga ketganmiz va erta tongdan soat 8 dan nonushtaga chiqdik. Mehmonxonamizda Villa Toscanoni nonushtasi shunaqa chiroyli atmosfera bizni kutib olardi. E'tibor bergan bo'lsangiz, har 10 ta so'z ichida 20 marta atmosfera so'zini ishlataman, chunki yaxshi ko'raman. Qadam oldinglar. Xayrli tong. Qadam oldinglar. Xayrli tong qilmagan qiz. Qanaqa dam oldinglar? Maza qildinglarmi? 7:30da kim kelish kerak edi? Mana opam kelish kerak edi. Sizlar kim bo'lsizlar, ha? Kapimga turdimmi men? Sizlar uxlamadinglar, ha? Choy ichaman deb. Mujik. Sizlar umuman uxlamadinglar, ha? Nimaga? Ikkita mejikda. Siz buni tushunaman. Siz nima? Siz hali 5 dan chiqmagansiz. Mana grafikim koshmar. Yo, men sizni bilaman. Ben yana shu uxlagan. 2 soat uxlab tasavvur. Har doim ertalab tongda turganingda nonushtalar shunaqa tayyor bo'lib qolsa-da, o'zidan o'zi nimalarni istamaymiz biz o'zbek ayollari. Ana bo'lmasa, shuncha shirin noz ne'matlar faqat biz uchun tayyorlangan desam ishonasizmi? Nonushta uchun shunaqa tayyorgarlik, faqat yeb bersang bo'ldi degan joy shu yerda bo'ladi-da o'zbegim. Menimcha mehmonxonani shuncha bepulga maqtab yotibmiz, aloqaga chiqsa kerak-ku, bu safar bepul dam olib ketinglar qizlar deb fikrimga qo'shilasizmi? Oshqozon. Shu yo'lak bo'ylab ketarkanmiz, biz birdan o'zbeklar shunaqa go'zal liboslarda bu qayo tomondan olib kelingan Buxoroni go'zalliklarida paydo bo'lib qoldik. Bu yog'iga boylama degan qo'shiqlar ostida biz shunaqa videolar oldik. Biz Manxaymga qarab yo'l oldik. Hadebek yoqdimi? Taassurotlar. Bitta so'z bilan Hadebek ifodala. Qisqaroq. Sifatlisinmi? Farqi yo'q. Qanaqa vibe berdi sizga? Birinchi xayolingiz Hadebek nima xayolingiz kelyapti? Tinchlik, tozalik, odamlari, xushmuomalaygan, tabiatli. Shopping sentrlari. Dizayn, elegantlik umuman boshqacha. Boshqa Germaniya shaharlariga o'xshamaydi. Bor ekan. Juda ham chiroyli, dekorativli. E'tibor bergan ekan, mana juda ham. Yana kelamiz. Siz ham kelishingiz kerak. Ayni Germaniyada ko'rishingiz kerak bo'lgan shaharlardan biri. Mana sumkalarimizni olib ketyapmiz. Gruppada lekin yozilib bo'lgandi-ku hammasi reja. Yo'q, sizni ideyangizni kutganmiz biz. Opalar meni nima? Mana Manxaymga keldik. Manxaymdamiz. Shunaqa ko'ryapsizmi? Tartib. Manxaymni o'zbek restorani. Kelyapmiz. Manxaymdagi ko'ramiz endi. O'zbekiston his qilarkanmizmi yo ichkari kiramiz? Sezgan bo'lsangiz kerak, biz Manxaymdamiz. Heidelbergdagi birinchi sayohatimizni, birinchi kun sayohatini tugatib, Manxaymdagi ikkinchi kun sayohatimizni O'zbekiston restorani bilan boshladik.
tan oling, musofirdagi o'zbegim, siz ham bizga o'xshab shunday sog'inch tatisiz-ku. Har bir detal, har bir milliylik, ko'rpachalar, sopol idishlar vatanni hidini beryapti-ya. Dutor, rubob, kashtalar, so'ri nima deyapti? Rosti shundoq kirdik-ku, o'zimizni O'zbekistondagidek his qildik. Jon kirib ketdimi? Bu mevalar O'zbekistondan keltirilgan ekan. Yo'q-e? Qoyil, ichib ko'ramiz. So'rilar. Sizlar 3 euro berib men qo'shib 5 euro beraman. Men 3 euro 3 euro. Men sizga osh olib beraman, Iroda opa, o'shani ayiramiz. Manxaym. Yurimiz. Bittamiz bu yoqda, uchalamiz. Manxaym ko'chalarida kutubxonaga, kitob sotadigan do'konga qarab ketyapmiz, Tayla degan. Mana. Sizga hayot Manxaymdan jonli kadrlar. Haqiqiy markazi. Qizlar qaraymiz Gulxayo. Iroda opa. Hamga keldik. Bu o'sha markazdagi nimadir to'rmi ekan, Manxaym to'rmi shunaqa. Mana. Manxaym markazini birgalikda aylandik, mehmonxonamizga kelib, bir-birimizga sovg'a berish marosimini rasman boshlab yubordik. Ko'rishingiz mumkin. Ha, molodets. Mana sovg'alar va bular qarang. Menda yana ekstra narsa bor. Ekstra narsa. Vau! Bu nima bu? Bu nima bu? Rahmat. Saodat, kattakon rahmat. Haqiqiy bozor xonimi. Baraka toping. Saodat yuzini ko'rsata olmayman, mumkin emas. Lekin kecha somsa, bugun xonim, baraka toping. Rahmat Saodat. Mehr berganingiz uchun, hurmat qilganingiz uchun. Qarang. Tashakkurlar. Biz ketyapmiz. Chiroyli kayfiyatda. Yaxshi. Safar qilib ketamiz. Manxaymdan xayrlashyapmiz. Xayrlashimiz kelmayapti. Rostini aytaman, umuman xayrlashgim kelmadi. Hozir mana shu videoni tayyorlayapman va haliyam xayollarim va qalbim bu o'zbek oyim, bu go'zallar bilan qoldi. Bu bizning 2 kunlik o'zbek ayollari uchrashuvidan jonli kadrlar edi. Eng kulminatsion, sizni kuldiradigan joy, kelsa yig'latadigan va o'yga toldiradigan achchiq haqiqatlar hali oldinda. Video oxirida aytadigan yagona gapim, biz o'zbekmiz va biz ayollar bir-birimizni shunday qo'llab-quvvatlashni va birlashishni bilamiz. Podpisatsiya bo'lishni va like bosishni va qolgan o'zbek oyinlarni ham patishka qilishni unutmaysiz.